Chotki chiqqan kuxnyamiz ham bitti. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Kuxnyamizni xudo xolasa bitirdik. Bir ikki kamislari bor. Lekin atak yozgi kuxnyadan mijozimiz uyga giradi xudo xolasa. Shunga olib chiqding. Kuxnyaga e'tibor bering. Mellarning zutilishi, tortmalar, kargolar, xullas hammasi chotki. Berini ko'rsatdik. Berini sal o'zgartiradigan ishimiz bor edi, lekin bitti berimiz ham mana. Xudo xolasa kuxnyaga bir baho bering. Nechik chiqdi? Kuxnya xudo xolasa zo'r chiqdi. Yan tarafimiz televizor qo'yadigan radiatori bor endi. Yanimiz kotel. Shunday bo'lib chiqdi kuxnyamiz. Ustalimiz. Maqtalgan ustalimiz. Yan taraf ham chaq qo'yadigan. Bu dang bo'lib turishi uchun, bu yeri dang bo'lib turishi uchun. Xullas kuxnyaga gap yo'q. Bunda yangilik etganmiz. Bunda mikrovolnovka qo'yilmagan boshqa yerlarda. Biz depoga qo'yib berganmiz, xudo xolasa. Yana bir qisqacha obzorini, bu qisqacha obzor, yana bir obzor atib beramiz.